ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgan ushbu Nexia rusumli transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Shu Nexia 2 avtomobilning egasiman. İjtimoiy tarmoqda bu video tarqalib ketibdi. Xalqdan uzr so'rardim. Bu ishni takrorlamayman. Yo'l qoidasiga amal qilgan holatda tartibda yuraman. Meni kechirishlaringni so'rayman. Chust tuman hududida haydovchi tomonidan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan bir nechta piyodalarga yo'l bermagan holati video tasvirlarga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan va bu ko'pchilikning haqli e'tirozlari kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida ushbu Nexia 2 rusumli 50G 281 FB dalolat raqam belgili transport vositasi hamda haydovchisi aniqlanib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi va haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan piyodalar o'tish joyidan harakatlanayotgan piyodalarga yo'l berishlarini, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirmasliklarini, belgilangan tartib qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.